Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. El-hadisul ashir. 10-chu hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadisdagi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi, albatta Alloh taolo tayyib, ya'ni Alloh taolo yaxshi, toza zot, toza narsani g'ana qabul qiladi dedi. Toza amalni g'ana qabul qiladi. Bizning amalimizdagi qo'ja ko'rsinga, birovlar o'qisinga bo'lmaslik kerak ekan, barliq amalimiz agar toza bo'la turgan bo'lsa, Alloh taolo toza narsani g'ana qabul qiladi. Boshqa odamga yordam qila turgan bo'lsak-da, toza aqchamizdan berishimiz kerak. Jey turgan bo'lsak-da, bir toza narsani jeyishimiz kerak. Amal qilsak-da toza bo'lish kerak. Alloh taolo o'shanda g'ana bizning amalimizni qabul qiladi. Yana albatta Alloh taolo mo'minlarni payg'ambarlar buyurgan narsaga buyurdi. Payg'ambarlar emne narsaga buyursa, Alloh taolo o'shanday narsaga buyuradi. Sebebi Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhar rusul kulu minat-tayyibati wa'malu solihan." Ey payg'ambarlar dedi Alloh taolo. Kulu minat-tayyibat. O'sha tayyib bo'lgan, halal bo'lgan, damdu halal bo'lgan narsani jegile, jana solih amallarni, yaxshi amallarni jasag'ila dedi payg'ambarlar. Jana Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Sizlarga rizq qilib bergan halal bo'lgan tamoqlarni jegile dedi payg'ambarlar. Payg'ambarlarga emneni buyursa, bizga da o'shani buyuradi. Agar payg'ambarlarga halaldan jegile deb desa, bizga da halaldan yeyish vojib bo'ladi. Ondan keyin ushul joqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kishini bizga olib kelib, misol qilib olib kelib jatadi. Bir kishi safarda ko'p yuradi. Biz aytamiz, safarda yursa duo ijobat bo'ladi deymiz. Safarda ko'p yurib, qiyinchilikda yuradi. Ash'asa ag'bar. Safarda ko'p yurganlikdan chashlari qatib, yuzlari chang bosib, o'shanday bir abalda, qiyinchilik abalda, musofirchilikda yuradi. Al qo'lini ko'tarib duo qiladi Alloh taologa. Ya Rob deb Alloh taolodan duo qiladi al kishi. Biroq aning tamog'ashi haromdan, ichgani haromdan, kiygani haromdan, yana harom bilan tamoqtangan kishi ekan. Fa anna yustajabu li zalika. Aning duosi qanday ijobat bo'lsin deydi. Bu duoning ijobat bo'lishligining sharti halaldan tamoqtanish kerak. Halal narsadan rizq tandirish kerak, halaldan kiyish kerak, halal bilan cho'ng'aytirish kerak ekan baldarni. O'shanda aning qilgan duosi ijobat bo'ladi ekan. O'shandaqdan biz o'zgacha hozirgi uchurda o'sha narsaga o'ta muhtoj bo'lib turamiz. Ya'ni biz o'sha jeb jatgan tamoq ashimiz, kiyib jatgan kiyimimiz bo'lsin, o'sha halaldan bo'luga biz yaxshi harakat qilishimiz kerak. Sebebi ertaga bizning duomizning ijobat bo'lmay jatgani ushul sebepten bo'ladi negisi. O'shul bizning tamoq ashimizning to'g'ri emasligi, o'shul kiyinib jatgan kiyimimizning to'g'ri emasligi, o'shul biz ishlab jatgan yerimizning to'g'ri emas, ishlab jatgan yerimizning oqibatida o'shul bizning duolar ijobat bo'lmay qoladi. Al duoning ijobat bo'lishligi uchun hozir nima qilish kerak? Al tamoq ashi halaldan bo'lish kerak, yana kiygani halaldan bo'lish kerak, yana halal bilan rizqlanib cho'ng'aygan bo'lish kerak ekan. Allohu a'lam bis-savob. Alloh taolo rozi bo'lsin baringizlardan. Shul halaldan tamoqtanuvni Xudoyim baringizga nasib bo'lsin.